Bugun bir ahmoqona video ko'rgan edim. Keyin topolmay qoldim. Mazmuni shuki, bir er bo'kirib xotinini do'pposlayapti. Xotin esa iltimos, bolalar eshitmasin deb yalinyapti. Haligi bo'kirayotgan eshak esa bu yalinishdan yana ham vajohatga kiryapti. Xotinini do'pposlab, bolalarini dirdiratib charchagan eshak uxlab qoladi. Uyg'onib qarasaki, namoz o'qiyotgan xotini uni Xudoga oqlab duo qilyapti. Keyin erga insof kirib qolgan ekan. Shunaqa ayollar ko'paysin degan bu videoni hoynahoy umrida bironta erkak bilan yoqalasha olmagan, kuchsiz va qo'rqoqligi alamini ojiz bir ayol va go'daklardan olib, o'zini qahramon his etadigan bironta lattachaynar tayyorlagan bo'lsa kerak. Birinchidan, barcha muqaddas kitoblarda ayol erkakdan jismonan ojiz yaratilgani aytilgan. Ikkinchidan, ayol 9 oy tanasidan yeb ichib oziqlanadigan homila ko'taradi. Homilani tanasidan oziqlantirgani kamdek, o'zi bor yegan ichganini qusadi. Ichiga ozuqa kirmay oziqlantiradi. Uchinchidan, katta og'riq, stress ichida qon va quvvat sarflab farzand dunyoga keltiradi. To'rtinchidan, bu farzandni dunyoga keltirgach ham hech kim ayolni yotqizib qo'yib 3 mahal issiq ovqat bilan boqmaydi. Ayol tanasidan taom berib ojiz bir go'dakni oyoqqa qo'yadi, o'stiradi, kamiga ro'zg'or qiladi. Kechasi ham injiq bolalar sabab bir chimdim uxlaydimi, yo'qmi, Xudo biladi. Shundoq ham jismonan erkakdan ojiz yaratilgan ayol tanasi bilan bog'liq shuncha yo'qotishlardan keyin erkak oldida 10 barobar ojizlashdimi? Har homiladorlik, har tug'ruq, har emizish jarayonida jismonan 10 barobar ojizlashib borayotgan ayolga bo'kiradigan, do'pposlaydigan er ham erkakmi? Shu ojiz, shu g'arib holida ham shuncha kaltak ostida